Assalomu alaykum qadrdonlarim. Farg'ona xalqi, Andijon xalqi, Namangan xalqi mana biz terak ekishni boshladik. Xudo xolasa dehqonlar uchun mana zakaz bersalarga borib ekib beramiz. Dastlabkasi ammo pulini berasizlar, xudo xolasa borib ekib beramiz. Namanganga qanchadan yuramiz dastlabki? Qancha boramiz? Ha? Respublika bo'ylab. Yo'q, qancha narxi? Dastlabki bunaqasi yo'l kira. Tekin. Tekinmi? Mana boshliq tekin qilib dastlabkilar. Shunday olib borib ekib berishi bilan. Sizning obunachilaringizga tekin. Ana men obunachilarga emas. Obunachilaringizga tekin yo'l. Tekin qilib yubordim men obunachilarimga, xudo xolasa. Zakaz beraverasizlar, xudosi nomerlar qoldiramiz. Anaqasida oxirida bemalol zakaz qilaverasizlar. Olib borib dastlabkasini borib ekib kelib beramiz. Mana ekdik bugun mana 1,5 soatda mingta terak ekdik mana. Mana shu yerdan aynalib ekib chiqdik, xudo xolasa mana bo'ldi, xudo xolasa. Oz qoldi.